Assalomu alaykum, Hero Baby abonachilari. Biz bugun bozor filialidamiz. Biz hitchamiz bozor filialidagi narsalar uchun vajamiz hitga tushgan. Endi original rubashchalarimiz yana. Ishlar 100 ming so'm skidkada. 100 ming so'm. 135 sotilgan asl narxi 100 ming so'm. Şu 25-30% skidga tushadi shunda где-то. Keyin bularimiz 110 ming so'm, buni 50% skidga deb beramiz. Bu 75 ming so'm, buni ham 50% skidga. 75 ni yarısını desa, bu ham 50%. 75 ni o'rtadan bo'lasizlar. Bu ham 50%, 75 ni o'rtadan bo'lasizlar. Keyin bular 115 sotilgan. Bular ham 75 ga tushgan skidga. Stroykalar hammasi 75. Bir de her xillisi var. 115, 120, 95 satılganlar ham bor. Hammasi 75 ming so'mdan skidga tushdi. Keyin futbol kiyimlarimiz 25 ming so'mdan skidkada. Qatori bilan. Dapada finkalar bor. Bular deniz finka, bularni hamma biladi. Bular 110 ming so'm skidkada, 110 ming so'm. Bu faqat bozor filialidagi do'konda. Skidkada bular bozor filialidagi do'konda. Keyin İstanbul rubashchalar. İstanbul rubashchalar. Bular 130 sotiladi rubashcha, 120, har yerda har xil. 50 ming so'm tushdi skidkada. 50 ming so'm. 50 ming so'm yana qarang. 50 ming so'm, 50 ming so'm, 50 ming so'm. Keyin birdan boyna 50 ming so'm. Keyin bu troykalarimiz bor. Bular ham 130 ming so'm edi, bular 30% skidkada. Keyin bu do'ykalar bor. Mana 122 ming so'mdan qo'yibdi. Bular 70 ming so'mdan skidga tushirdim. 70 ming so'm. Keyin bu futbolkalarimiz bularni 30 ming so'mdan skidga qo'yaman bu futbolkani. Keyin bu go'nakimiz 150 ming so'mdan qo'yibdi. 50% 75 ming so'm. 140 dan qo'yibdi, 50% 70 ming so'm. Bularni shu ko'rib, YouTube'dan gördük deb aytib kelishlari kerak. Eğer aytib kelinmaydi olsa berilmeydi. Şu YouTube'dan görüyor adamlar aytib kelib, şu skidkada gördük deb kelishi kerak. Keyin bu jeans troykalar, bularni hammasi sevib oladi, qizlarniki. Bularni 99 ming so'mdan qo'yib beraman. 140 ming, 135 ming ekan. 99 ming so'mdan. Keyin bu yerda men hozir narxini ko'rmay turgan narsalarimni 15% qo'yaman. Misol uchun bularni 15%